Erondagi urushning menga ta'siri yo'q desangiz adashasiz. Juda bo'lmaganda cho'ntagingizga ta'siri bor. Hozir yig'ib qo'ygan pullaringizni qanday asrab qolish yo'llarini aytib beraman. Isroil, AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar dunyo moliya bozorini tebratib izdan chiqaryapti. Xavfsiz bandargoh hisoblangan aktivlarga talab keskin oshdi. Energiya resurslari esa ta'minot uzilishi qo'rquvi ostida qimmatlashmoqda. Oltin narxi urush xabarlari fonida keskin ko'tarildi. Investorlar xavfdan qochib mablag'larini oltinga tikishni boshladi. Bir unsiya oltin narxi $5400 oshib yangi tarixiy rekordga yetdi. Ba'zi banklar, xususan Morgan va Bank of America yil oxirigacha oltin narxi $6000 ga yetishi mumkinligini aytmoqda. Eron bilan bog'liq harbiy harakatlar dunyodagi eng muhim neft yo'li Hormuz bo'g'ozining yopilishi xavfini tug'dirdi. Natijada Brent markali neft narxi bir kunda qariyb 10-13% ga sakrab $80-82 atrofida sotilmoqda. AQShning WTI nefti esa $73 gacha ko'tarildi. Agar Hormuz bo'g'ozi orqali neft tashish to'xtab qolsa, neft narxi $100 dan oshishi mumkin. Turgan gapki, O'zbekistondagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham benzin va dizel narxi ko'tariladi. Daladan kartoshkani bozorga olib keladigan yuk mashinasi egasi yo'lkirani oshiradi. Bozordagi sotuvchi esa o'sha kartoshkaning ustiga qo'shimcha narx qo'yadi. Xullas, Erondagi urush oqibatlari qo'yliq yoki chorsuvgacha yetib keladi. Eronga hujum va qarshi himoya hujumlari fonida AQSh dollari boshqa valyutalarga nisbatan mustahkamlandi. Yapon yenasi va yevroga nisbatan dollar qadri oshdi. Bu O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun import tovarlarining qimmatlashishiga va milliy valyutaga bosim ortishiga olib keladi. Siz yangi telefon yoki mashina olish uchun pul yig'yapsiz. Dollar kursi ko'tarilishi bilan hali O'zbekistonga kirib kelmagan tovarlarning ham so'mdagi narxi avtomatik ravishda oshib ketadi. Siz rejalashtirgan pul endi yetmay qolishi mumkin. Dunyo iqtisodiyoti qimmat energiya va qimmat oltin davriga kirmoqda. Bu O'zbekiston uchun ham yoqilg'i narxi oshishi va umumiy inflyatsiya xavfini kuchaytiradi. Xullas, yig'ib qo'ygan pullaringizni hozirgacha tejab ishlating. Nimaga investitsiya kiritish esa o'z ixtiyoringizda.